Assalamualaikum, Aliya Sultan 322 salondaki barliq xanım qızlar. Bugün sizlarga tanıştırmoqchi bo'lgan taomning ismi turkcha etli börek. Et degan go'sht degan ma'nosi bor turkchada. Bu börekning turi oz deganda mo'sh qilib xeyli bir turlarga bo'linadi ekan. Men degan shu go'shtlik, ya'ni shu qat-qat samsa deb atsak bo'ldi. Shu xil samsani tanishtirib o'taman. Bunun ketilgan materiallar xemirga odatda 2 piyola unga, bir chimdim tuz, bir chimdim suda savitib, odatdagi sovuq suv bilan lag'manning xemirdan bo'sharaq mustaq xemir yug'irib olamiz. Bu xemir bir 10-15 minut tinadi. Ondan buni bir 3-4 tane zuğuluğa ayırıp biz yayımız. Bunun iştügüde kıjmısıga göç, piyaz, kızılmış, kökmüş, şoxla. Aslında şu 5 xil narsani aralashtirib kıjım qısaq buldu. Men azıraq endi jirigirek görüştüm de aldım. Ballam şu görüş təmlikni yaxşı gördük. Bunun kıymısıga endi zırıq qarmış tuz aralashtirib qıyma mecib alımız, tuz təmin tetib. Endi kelerki basqıçta şu zuğuluğa ayırıp açqan alatni görüşke aldırayımız. Hanım kızlar bayıkı xemirimizni 4 tane zuğuluğa ayırıp alğandan keyin her bir tane zuğulunu müştar nipizlikdə, müştar çoğunluqda açımız. Bunun arasıga ma'xul qiyap tayyorlaymiz. Bununğa 2 tamak qo'shiq qiytiq, 1 tal tuxumning oq serig'i, 2 qo'shiq pishtilgan sumay, 1 chimdim tuz. Mushuni mush xemirning arasıga butunlay berib bo'lgandan keyin qiymamizni mush shaklda qo'yib olib, mushu shaklda buni yogaymiz. Yogab buni shu oldin maylab olgan lisimizga, may qog'oz silib maylab olgan lisimizga chiroyli lag'manni piltiq qilgan shaklda o'rab chiqamiz. Jumaloq shaklda. Mana shunday yogaysizlar buni. Buni butunlay yogab bo'lgandan keyin ma'ni mundaq bir to'lg'ib etsanglar, bu teximi qat-qat chiqadi. Bunday shaklda-chu. Butunlay to'lg'ab bo'lgandan keyin endi lag'manni piltiq qilgandek lisqa o'rab chiqsak bo'ldi. Endi buning ustiga boya shu xemirning arasiga bergan qiytiq, tuxum, suv mayning aralashmasi bor emasmi? Shuni yuziga bir qo'r surib olsak, sag'uch bek chiroyli taqroq chiqadi. Mana shuni bir qo'r berishni unutmaylik xonim qizlar. Bek chiroyli chiqadi, ha? Tekshir, ammo bamshda cho'tkada bassanglar bu bekmi tekshir surildi ekan, ha? Qo'lda bassal tekshirlikka ta'sir etar ekan buni. Aralarga biroq berib qo'ygan ekan, deb gulning ustiga berib qo'ysak bo'ldi. Bunun ustiga endi qilib bo'lgandan keyin bir qo'r oq kunjut sepib o'tamiz. Qora kunjut sepsanglar bo'ldi, men oq kunjut sepganni yaxshi ko'rganman. Oq kunjut sepib pishiramiz. Xonim qizlar butunlay qiymani ichiga elib yogab bo'lgan holatda shu lisniki. Endi buning ustiga mana o'xshash kichik atirgullarni chiqarib, shu ikki jiletniki tutashqa o'rnini qo'yib qo'ysanglar, bekmi chiroyli chiqadi. Buni qilish usulini aytib, avval shunda kichik jiletini 5 ta jilet ichib olsizlar. Buni odatda chuqur maxsus salonlarda atirgul muomalarini o'rgangan vaqtda o'rganib bo'lgan usullar bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa-mu, men buni bir ko'rsatib qo'yay dedim. Mana ma'noda kichik atirgul chiqadi. O'sha bir ikki xemirniki juplashgan yerga ham shuni qo'yib qo'ysanglar, bu o'zgacha bir shakl berdi, ha? Masalan, buni bunday yalirib qo'yib qo'yamiz. Pishib chiqqandan keyin bu bekmi o'zgacha bo'ldi. Ammo Peter xemir bo'lg'achqa bir-biriga chaplashib oladi, ha? Agar orasiga may surkab bunday qilgan bo'lsak, bu boshqacha bo'ladi. Masalan, o'zinglar xohlagan men masalan, bizda har bir ikki xemirning juplashgan o'rni bor-ku. Shunda o'ringa u bir shakl hamda o'zinglarning yoqtirishiga bog'liq. Qilganlar kelsa qilsanglar bo'ldi, yoqtirmasanglar qilmasanglar bo'ldi. Men endi shu usulni sal yoqtirganligim uchun sizlarga ko'rsatib qo'yish xayolida bo'ldi. Xonim qizlar, bu etli börekmi pishib tayyor bo'ldi, ya, mana. Shu pishib chiqoldi. Mushtaq bo'ldi. Bekmi tekshir, chiroyli bir xil holatda pishib chiqqan. Buni bir kesib sizlarga orasining qanday shaklda pishganini bir ko'rsatib qo'yish xayolim bor sizlarga. Qiziq bu hozir. Mana arasida qat chiqadi. Va, shunda qiziq qilib ketdi.